Assalamu alaykum to'rdoshlar. Yaxshimisizlar? Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Vatandagilar chorasiz. Vatanning egisi vatanda. Biz faqat vatanning ovozi bo'la olamiz. O'yinlarni yig'ishtirib qo'yinglar qarindoshlarim. Vatanning egisi xalq. Hergiz üstünün üstüde oynayotgan naynayçılar emas. Poqqusaqlar emas. Vatanning davasını setib yavatqanlar emas. O vatanın egisi xalq. Eğer de şu vatanga azroq o'zingizni söygürünüz bo'lsa, şu vatanda azroq olsun tuqqanlarınız bo'lsa, do'st birodarlarınız bo'lsa, uyqunuzni içip vatanga ega chiqing. Dünya vaziyati cho'ng o'zgarishlar bo'ladi. Aqlingizni ishlasangiz, biz o'rnimizdan turib ketsak, vatan bizdan bo'ladi. Quruq bayroqni yolg'ondan ko'tarib yurish emas, vatanga tiklash eng muhim. Qarindoshlarga ega chiqish muhim. Qarindoshlarga söylemeyen insan qandaq dava qila oladi. Qo'sqini beqishdan boshqa narsa emas, xotin ko'paytirishdan boshqa narsa emas, setib yeyishdan boshqa narsa emas. Nurg'unlagan uy setib olgan, do'kon setib olganlarga sizlar as qo'shmanglar. Vatan uchun as qo'shayli. Uyg'ur erkiy qirg'inchilik uchrayotidi. Erkiy qirg'inchilik uchragan millat zimin deb chiqadi. Rahmat sizlarga.